Nimaga union bilan kiritganimni ikkita kolumn qilishim kerak. Oldin tushuntirilgan. Bundan oldingi kodda ikkita kolumn bor. Shuning uchun biz ham ikkita kolumn kiritishimiz kerak undan keyingi kodga. Xatolik bermasa ishlaydi. Union select null load file. Balki mana bularni alohida qo'yishga to'g'ri keladi. Xo'p, oxiriga mana buni ham qo'ymadik. Ishlamagan sababi shu bo'lishi mumkin, ya'ni bundan keyingi kodga oxiridagi kodni, ya'ni terini hisobga olmagan hisobiga xatolik kelib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, tekshiramiz. Bizga ikkinchi kod qaytib kelyapti. Demak, ishladi. Xuddi shunday qilib sekin ishlatib ketsak bo'ladi endi. Endi bu yerda nima qilamiz? Bu ham xuddi shunday union based inbound SQL injection turiga o'xshaydi. Ya'ni bizga javob qaytib keladi, faqat mana bu yerda. Mana bu yerda qaytib keladi. Bizda 2 ta to'siqlar mavjud. Birinchisi, biz birdaniga hamma kolumnni qaytara olmaymiz. Ikkinchidan, hamma kolumn bir-biriga yopishgan bo'lishi kerak. Hamma row bir-biriga, ya'ni bir-birining orasida ochiq bo'lgan bo'lsa, DNS ni qabul qilmaydi. Ikkita alohida DNS qabul qilmasa, xatolik keltirib chiqaradi. Biz bularni juda ham oson aylanib o'tamiz. Bizda concat funksiyasi bor, concat ws bor. Masalan, aytaylik, select qilaman-da. Bularni concat ws bilan bitta qo'rsam bo'ladi endi. Bitta qilayotgan paytimda birinchisiga mana buni qo'yamiz. User password from DBA user qilishim mumkin. Mana bu ham xartma qarshi tursa bo'ladi. Yana kattalashtirib olaman. Xo'p, oldin ham aytganimdek, bu narsalar juda ham tushunarsiz bo'lishi mumkin. Aniq bu narsa. Aytilgandek harakat qilish kerak. Qayta harakat qilinsa, bemalol tushunib olsa bo'ladi. Union select. Hozir shunchaki birdaniga mana bu yerda password bilan parolni bitta qilib qaytarishni ko'rsatib bermoqchiman xolos. Unknown column user password. Mana bu yerda virgul bo'lish kerak. Limit esimizdan chiqib qoldi. Limit 1. Ichkariga ham limit 1 qo'yishimiz kerak. Users from subquery'ga limit qo'ymaganimiz hisobiga bizga xatolik keltirib chiqaryapti. Xo'p, tekshiramiz. Bizga ham user ham passwordni qaytarish kerak. Nimaga xatolik bo'ldi? Sababi mana bu yerdagi kodni serverni xato yozib qo'ydim. To'g'risi o'zimga ham ancha qiyin bo'lyapti, sababi
Hammasini eslab qolish kerak. Union select. Mana bu yerda hozir get subdomain bordim. Refresh qilishim kerak. Get subdomain degan yangi subdomain olish. Refresh qilgani bizga ma'lumot qaytib keldimi, yo'qmi tekshirish. Men yangi olgan hisobiga eskisiga qayta olmaymiz. Xuddi shunga menga xatolik beryapti. Xo'sh, hammasi to'g'ri, ishga tushiramiz. Menga xatolik bermaydi, lekin ozgina aylanib turadi. Tekshirgan paytimda menga user bilan passwordni qaytarish kerak. Oddiy misol mana bu yerni o'zida ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ishga tushdi. Tekshiramiz. Ko'rish mumkin. Admin chiziqcha va adminning paroli. Xo'p, bu yerda nima qildik? Concat WS bilan ikkita kolumnni bir-biriga qo'shgan holatda mana bu yerdan chiqarib olyapmiz. Sekin qo'shayotgan paytda Concat WS ni vazifasi ikkita chiqayotgan ma'lumotni bir-biridan ajratib berish edi. Mana bu yerga bir-birini ajratish uchun mana buni qo'ydik va ikkita narsani ko'rsatdik. Ikkalasini endi bitta qilib beradi, faqat mana bu bilan bir-birini orasini ochib qo'yadi. Va mana bu yerga xuddi shu so'rovni yuboryapmiz. Oldida mana nuqtadan oldin mana bu nima so'ralgan bo'lsa, xuddi shu qaytyapti. Va bizga xuddi shu narsa qaytib kelyapti. Xuddi shunday qilib biz birdaniga aslida aytdimki, kolumn va rowlarni bir nechta qaytara olmaymiz, lekin bir-biriga qo'shgan holatda concat WS orqali qaytarishimiz mumkin. Endi biz birinchi bo'lib buzishga o'tgan paytimizda aytaylik out of band SQL injection zavqini topdik. Topgan paytimizda birinchi bo'lib nima qilamiz? Select load file concat. Birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib hozirgi version buni concat WS bilan yozaman. Concat WS orasini ochish uchun mana buni qo'yaman. Nima kerak menga? Tizimning versiyasi va hozirgi database nomi kerak. Birinchi bo'lib xuddi shuni topdikmi? Birinchi bo'lib mana buni ishlatishimiz kerak. Ya'ni out of band zavqida xuddi o'sha boshqa zavqlarga o'xshab birinchi bo'lib uni tizim turini topamiz. DBMS turini topganimizdan keyin unda mana bu ma'lumotlarni sekin-sekin o'zimizga qaytara olishni boshlaymiz. Ishga tushiraman, xatolik bermaslik kerak. Xo'p, ishladi deyarli. Menga endi versiya bilan hozir biz ishlatayotgan database nomi qaytib kelishi kerak. Aytganimdek DNS log yaxshi ishlamayapti sayt. Menga javob qaytib kelish qiyinlashyapti. Yangi subdomain olib ko'ramiz. O'rniga qo'yaman. Ishga tushirsak, ozgina aylanib turish kerak. Demak, bu degani ishladi. Ko'rishimiz mumkin, MariaDB chiziqcha bu versiya va DBA bu ism. Bizga xuddi shunday qilib, mana bunaqa qilib ma'lumotni qaytarib olishimiz mumkin. Birinchi bo'lib versiya bilan, demak, database nomini bilib olaylik. Endi boshqa bir databaslar ma'lumotni boshqa bir databaslarni bilib olmoqchimiz. Bilish uchun nima qilsak bo'ladi? Select information schema demak, MySQL degani bildik. Endi information schemadan ma'lumotni olishimiz kerak. Ma'lumotni olish uchun nima qilamiz? Xo'p, birinchi bo'lib boshqa databaslarni nomini topib olishimiz kerak. Table schema select table schema from qayerdaligini aytamiz. Information schema nuqta bilan emas, pastdagi chiziqcha bilan ajratiladi. Nuqta bilan database kolumnini ajratishimiz kerak. Table degan joydan. Va limitni 1 ga qo'ydim. Demak, birinchi o'rinda turadigan database nomini menga chiqarib berish kerak. Har ehtimol qarish aniqrog'i ma'lumot qaytmasligi mumkin. Qaytdi. Davom qaytmadi.
Demak, davomi qaytmadimi? Mana bu yerda nimadir xato. Information schema tables limit 1. Mana bu yerda bizda xatolik bormi? Faqatgina mana buni o'zini qaytaradi. Xuddi shuning uchun mana bu yer to'g'rimi, noto'g'rimi? Xuddi shunga e'tibor berish kerak. Limit 1. Balki qaytadan ishlatib ko'ramiz. Xo'p, ishlamayapti. Demak, birinchi bo'lib databaselarning nomini hammasini o'zimiz bilib olganimizdan keyin xuddi shu databaselar bo'yicha ularning tabellarning ro'yxatini xuddi o'sha oldingi union based SQL injection yoki bo'lmasa boolean based kabi hammasini alohida ajratib chiqamiz va tabellarni ajratib olganimizdan keyin tabellardan kolumnlardan keyin xuddi shunday qilib ma'lumotlarni bemalol ajratib olishimiz mumkin. Demak, out of band SQL injection zavqli turi xuddi shunaqa ishlaydi.